Assalomu alaykum. Davom qilamiz darsimizni. O'tgan darsda oynalar, eshiklar, joylar ochildi. Endi bugungi video darsimizda ochilgan joylarda oyna, eshik belgilarini, chiziqlarini qo'yib chiqamiz. Hozir ekranda ko'rib turganingiz oynalarda qo'yilgan belgilari, eshiklarni belgilari. Bular shu holatni hozir qaytadan chizamiz. Bizni chizmamizda uyni plani mana chizmaning ko'rinishi, oyna, xonalarning oynasi, sanuzel oynasi va ularning eshiklari, uyga kirish eshigi va xonalarga. Shu holatda oyna, eshiklarni chizishni ko'ramiz. Bizda mana tayyor. Endi buni hozircha o'chirib turamiz. Eshiklarga va oynalarni o'chiramiz. Ularni o'chirish uchun boshqa qatlamga o'tib, keyin o'chirishga to'g'ri keladi. Oynalar, eshiklar. Mana shu holatdan boshlaymiz. Endi buning uchun nima qilish kerak? Endi yangi qatlam yaratish kerak. Buning uchun plus belgini bosib oynalar degan qatlamni ochamiz. Oynalar degan qatlam bor dedi. Oynalar 1 deyman. Oynalar 1 qatlam. Endi uni xususiyatlarini o'zgartiraman. Sariq rang bilan chiziq tekis bo'lishini ta'minlagan holda. Endi chizmani ko'radigan bo'lsak, oyna bu tarafda bir oyna va oldi taraflarda bir oynadan va sanuzelda bir jami 4 ta oyna bo'lishi kerak ekan. Bizning chizmada esa oldida 2 ta oyna, sanuzelda bir yon tarafdagi oyna yo'q ekan. Mayli, endi uni hozir bularni chizgandan keyin oxirida ko'ramiz. Endi shu odatdagidek chiziqni olib tutashtiramiz. SK подобие tugmasi bilan ikki tarafga 5, ya'ni 50 mm dan siljitamiz. 1, 2. Birinchi oynamiz tayyor. Endi xonalardagi oynalarni chizamiz. Отрезок, kesma. Shu nuqtada tutashtirib, ikinci oxiriga nuqtadagi chiziq bilan tutashtiramiz. Chizdik, yana davom qilish shart emas. SK bilan chiqib ketamiz chiziq buyrug'idan. Endi подобие buyrug'ini olib, chiziqni 50 mm yuqoriga bir marta, chiziqni yana bir marta bosib, pastga siljitamiz. SK. Mana xona oynasi tayyor. Endi oxirgi xona oynasi chiziqni aktivlashtirib, chekka nuqtadan bir nuqta, oxirgidan ikkinchi nuqta. SK. Endi подобие bilan chiziqni bir marta ushlab, bir marta klik, yuqoriga siljitib 50 ta klaviaturadan yozib enter bosamiz. Bir asosiy chiziqni bir tutib, pastga ham bir marta klik. Mana oynalar tayyor. Oynalar. Endi eshik. Eshikni chizish uchun qatlamga o'tib, yangi qatlam yaratamiz. Eshiklar. Bunday nom bor dedi. Tagiga chiziq qo'yib 1 deyman. Eshiklar 1. Shunga o'tib turib, uning xususiyatini, rangini boshqa rang bilan ifodalaymiz. Buni misol uchun fioletoviy rang dedim. Endi yana shu chiziqni olib, eshik bo'ladigan joylarga 135 gradusda xato ketdi. 135 gradusda
800. Mana birinchi eshik. Eshikning joyi 800 mana. Shu o'lcham bilan bir xil bo'lishi kerak. Endi xonalardagi eshiklar tashqariga ochiladi deb faraz qiladigan bo'lsak, chizmani ko'rishimiz kerak. Chizmada ichkariga ekan. Demak, bizda ham ichkarida bo'lishi kerak. Kesma bu yerdan 45 gradus. 800. Birinchi eshik. Endi birinchi chiziq eshikni, xonani eshigini chizdik. İkinci xonani eshigini ham chizamiz. Bunda kesmani aktivlashtirib nuqtani qo'yamiz. 135 gradus bo'yicha 800 mm masofa belgilaymiz. Ya'ni eshikni yana qo'ydik nuqtani. SK. İkinci xonaga kirish eshigi tayyor. Bunday ochiladi. Endi uyga kiradigan eshikni. Uyga kiradigan eshik bu tarafda qulloq bo'ladi. Bunday ochiladi. Xuddi shu usul bilan kesma to'rtburchak kontrol tochka paydo bo'lgandan keyin nuqtani qo'yib 135 gradus bo'ylab 800 mm bu tarafda o'lchami orasi 800. Mana oyna, eshiklar tayyor. Faqat bir joy qoldi. Bunda yon tarafda yana bitta oyna bor ekan. Uni xuddi shu usulda chiziladi bu ham. Mana shu uyning chizma proyektini biz bajardik. Asosiy ishlar shulardan iborat. Endi qo'shimcha qilish mumkin o'lchamlarni. Buni alohida videoda qilamiz.